Kontur chizib oldik. Endi pomada chizib olamiz. Pomada surib olamiz. Hammalarni Hayit bayramilar bilan tabriklayman. Xo'sh, endi yuzimga yengil mana bunaqa SPF surib oldim. Roundlabdan tonab, bu o'zi ozgina ton beradi, yengil ton. Endi Sensoul'un mana bu konsilleri bilan ko'zlarimizni ustini ozgina bo'yab olamiz. Endi mana bu to'q rang bilan ko'zimiz chetini bo'yab olamiz ozgina. Buni mana bunaqa kist bilan endi ratushovать qilib chiqamiz ozgina. Endi mana bunaqa blesk bilan просто так вот. Endi tush surib olamiz. Yuzimga tonalni surmadim dedim. Konsiler suramiz. Rumyana suramiz. Bo'ldi, endi shuni ratushovать qilamiz. Yaltillab qolgan joylarini pudra bilan. Lab bo'yim uchun menda mana shunaqa ikkita Sensoul'ning qalami bilan pomadasi. Qalami 03 оттенкda, pomadasi ham xuddi shunaqa. Mana bizning juda ham oson bo'lgan xoliseli ежедневный, xoliseli uyoq-buyoqga borganda qiladigan makiyajlar ham tayyor bo'ldi.